Xalqaro xonim-qizlar bayrami munosabati bilan 9 mart Anqaradagi davlatlik kutubxonada ulug' xalqaro yosh eglik tiklaguvchilar va yetakchilar to'g'ri bilan Uyg'ur akademiyasi fondi jamiyati hamkorligida Sharq Turkistonda ayol bo'lish temasida yig'in o'tkazildi. Yig'inni tashkillashga qatnashgan Umayana Türk Dunyosi ayollar birlashmasidan professor Dilek Ergunch, O'zlash jamiyatidan Salima Chalik, Türkiye Siyaset ve Stratejiya Tadqiqot Vakfidan Davlatlik Siyosat Tadqiqot o'rnining raisi Dr. Sinan Tamtürk qatorliqlar so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini aybladi va Uyg'urlarning haqli kurashni qo'llaydiganligini, ular bilan birga ekanligini aytdi. Söz qilguvchilarning birisi Uyg'ur Akademiyasi fondining raisi Dr. Mag'firat Kamal Yunus o'g'li xonim Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga tashlangan ayollar va bolalarning ahvoli haqida doklad berdi. Arkadan Uyg'ur hareketining raisi Ro'shan Abbas xonim sinalg'u yig'ini orqali Uyg'ur ayollarining vatan ichi va sirtidagi Xitoyga qarshi kurashini misollar bilan tushuntirdi. Sharq Turkiston musulmonlari yana bir Ramazon oyini Xitoyning zulmi ostida o'tkazmoqda. Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi Ramazon munosabati bilan islom dunyosiga xitob qilib, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan va ibodat erkinligidan mahrum bo'lgan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining ahvoliga diqqat qilishga chaqirdi. U Ramazon oyining Sharq Turkistondagi musulmonlarga yaxshilik elib kelishini va islom dunyosining bu masalada aktiv rol o'ynashini umid qildi. Xitoy poytaxti Bejinda bir qora rangli mashina Jongnanxayga kirmoqchi bo'ldi. O'xshash kunda bir mashina Londondagi Buckingham saroyiga usti. Egilishicha, Bejingda Xitoy xalq saroyining cho'ng eshigidan kirmoqchi bo'lgan bir qorovullar tarafidan to'sib ilinib, tezlik qo'lga ilingan. Lekin bu voqea to'g'risidagi rasmiy bayonot e'lon qilinmadi. Yana bir tarafdan mashinaga o'xshash voqea Angliyada yuz berdi. Mashinasi Buckingham ordisining ishiga so'qilgan bir shoför qo'lga ilindi. Vaqa to'g'riliq tekshirish boshlangan bo'lib, hech qanday yaralanish ahvoli ko'rilmagan. Qirg'iziston 10 mart rasmiy holda Xalqaro dengiz tashkilotiga a'zo bo'ldi. Bu tashkilotning tor betidagi uchurlarga qaraganda, Qirg'iziston bu yil 27 fevral a'zo bo'lish iltimosini Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga topshirgan. Xalqaro dengiz tashkilotida 176 davlat bor bo'lib, bevosita dengiz qirg'og'i bo'lmagan Qirg'iziston bu tashkilotning eng yangi a'zosi bo'lgan. Indoneziya qatnash ministrligi Batik Aviasiya shirkatiga tava bir yo'lovchilar aeroplaniga qarta tekshirish boshlanganligini e'lon qilgan bo'lib, sababi uchuvchilarning o'xshash jarayonda 28 minut uxlab qolganligi uchun aeroplan liniyadan chiqib ketgan. Indoneziya davlatlik xabar agentligi Antarning xabar qilishicha, 25 yanvar Kendari Jakarta safari jarayonida ushquvchi bilan yordamchi ushquvchi birla vaqtda uxlaganlikdan aeroplanning necha minut liniyadan chetnab ketganligi aniqlangan. Davlatlik qatnash bexatarlik komitetining dastlabki dokladiga qaraganda, uchish jarayonida eg'iz sababidan 153 yo'lovchi va aeroplan xodimlarining yaralanmaganligi va aeroplanga hech qanday ziyon bo'lmaganligi bayon qilingan. Türk futbol cho'lpani Arda Güler Xalq Madridning 0-4 natija bilan Celta Vigoni mag'lub qilgan musobaqasida mazkur komandadagi tunji to'pni kirgizdi. Musobaqaning 89-minutida musobaqaga kirgan Arda Güler 90 minut to'shib 4 minut uzartilganda bir to'p kirgizib, natijani 0-4 qildi. Jazo rayonida pasni topshirib olgan Arda vartachini aldab o'tib to'pni kirgizdi. Shunda qilib Arda Güler Xan jamiyati Madrid komandasining formasi bilan tunji to'pni kirgizib, komandasi va turk xalqini faxrlantirdi.